Bugun biz sizlar bilan Dexin kompaniyamizning ajoyib mahsulotlaridan biri Kokoze mahsuloti haqida gaplashamiz. Aynan ushbu mahsulotimiz nimalarga foydali? Shokolad ta'mli ichimlik, ichida mana bunday 20 ta pachkasi bo'ladi. Nima effekt bor? Gemoglobin, kamqonlikda shunaqa ajoyib natija olasiz. Charchoq bormi? Yuragingizda hansirash, ko'p yursangiz charchab immunitet tushib ketyaptimi? Ana unday holatlarda ham Kokozeni tavsiya qilamiz. Farzandlaringizda injiqlik, o'zini aytganini qiladigan, yig'loqlik holatlari ko'paydimi yoki uyqusida muammolar bo'layaptimi? Xuddi shunday holatlarda Dexin Kokoze mahsulotimiz ajoyib yechim bo'ladi. Bitta pachkasini 100-120 gramm suvga 70-80 gradus bo'lsin, qaynoq bo'lmasin, chunki 100 gradusli suvda foydali xususiyatlari kamayib ketadi. Solamiz, aralashtiramiz. Imkon qadar ovqatlanishdan oldin iste'mol qildirsak, juda ham yaxshi bo'ladi. Barchangizga tavsiya qilamiz. Bismillah. Ta'miga gap yo'q. Shunaqa mazali, barchangizga tavsiya qilamiz.